Tushda sopol tovoq ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan sopol tovoq halol xizmatchidir. Agar idish archa daraxtidan yasalgan bo'lsa, ayol yoki faxrlansa arzigulik do'stga ishoradir. Katta idish sir saqlay olmaydigan, hayoti ko'ngildagidek bo'lmagan yoki befarzand erkak yoki ayolga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.